Xo'p, demak, bugun null safety, if yoki else yoki else if haqida, switch, ternary, if null, parse, try parselar haqida gaplashamiz. Endi birinchi bo'lib null safety haqida gaplashaylik. Null safety nima? Null safety bu o'zgaruvchilarni nullga o'rashlik, ya'ni null himoya tizimi degan narsa kelib chiqqan. Bu qachon ishlaydi, nimaga kerak? Misol uchun int a qilib ochdingiz. Hech qanaqa qiymat biriktirmasdan. Buni turi endi bundagi nima yo'q. Qiymat yo'q. Agar siz buni bilmasdan ochib qo'ydingiz, lekin ishlatib qo'ygan bo'lsangiz, o'zi ishlatishga ham yo'l qo'ymaydi. Siz aytyapsizki, ochilib turarsan, int a deb necha qo'yishni bilmayman. Sal vaqt o'tgandan keyin nechadir sonni biriktiraman siz, o'sha null safety o'shasiz. Mana ko'rdingiz? Shunda print ham oldi. Agar bilmasdan nimada ishlatib yorsiz, null deb qaytaradi. Agar hozir print o'zini ichiga ani olib ketganida bir nima qilib, mana bu yerda koeffiksiz olib ketib qolishi mumkin-da, bir nima qilib. Hozir ishlatgani yo'l qo'ymayapti-yu. Null kelmaydi debmi yoki bir nima debmi olib ketib qolishi mumkin. O'sha sirazi qiymat biriktirilmagan o'zgaruvchini ishlating deb error oladi mana yerda. Bu null. Bu null bo'lib ochilingandan keyin ani endi mana 12 ga tenglab qo'ysiz bo'laveradi. Print access birinchi marta null chiqdi, chunki mana yerda ochilganda sirazi chop etilindi, null berdi. Qiymat biriktirilindi, qiymati endi mana A12 qiymati bo'ldi, ya'ni A12 ga teng, u 12 ni qaytardi. Lekin null bilan e'lon qilingan o'zgaruvchilarga aytishingiz mumkin, nima mana shunaqa qilib ochamanmi, qiymat biriktira olmaymanmi? Yo'q, qiymat biriktira olasiz mana. Xohlasangiz qiymat biriktira olasiz, faqat null bo'lgan o'zgaruvchilar, null bo'lib ochilingan o'zgaruvchilar ustida amal bajarmoqchi bo'lsangiz, o'sha null check operatori haqida bilishingiz kerak. Yozib qo'yamiz, null check operator. yoki if null. If null haqida pastda gaplashamiz. Misol uchun mana a ga to'g'ridan to'g'ri 16 ni qo'ysangiz, to'g'ridan to'g'ri 16 ni qo'ysangiz, ha deyapti. Lekin agar siz mana yerda null bo'lgan o'zgaruvchini qiymatsiz 16 a ga 16 ni qo'ysangiz, o'zi qizaradi. Qachon qizarmaydi? Null check operatori qilib berasiz. Ya'ni null check operatori, hey, qizarma, nima bo'lganda ham buni ichida qiymat bo'ladi. Null bo'lmaydi buni ichida deb ishontiryapti. Lekin o'zi aslida nima buni ichi hozir? Null. Qachon null bo'lmaydi? Qachonki mana yerda son bo'lsa null bo'lmaydi. Nimaga odamlar tagiga sariq chizyapti, olib tashlasak ham ishlayapti-yu deb fikrlashingiz mumkin. To'g'ri, shunaqa qilishingiz mumkin, lekin bitta u hozir mana sirazi bitta e'lon qilingandan keyin bu joyda pastda ishlatilganligi uchun bilyapti qiymati borligini. Agar siz buni bitta ochib turib boshqa sahifada ishlatsangiz, o'sha sirazi null check operator, agar null bo'lib ochilingan o'zgaruvchini qiymati bo'lgan taqdirda ham null check operatorni qo'llab ketishingiz to'g'ri keladi. Shunda null check operatori 0 kelmaydi degan. 0 kelmaydi degan. Shu. Mana hech qanaqa ish qilmaydi, qo'shilib ketaveradi. Mana shu holatda bo'ladi. Null safety ni bildingiz, null check ni bildingiz, if else larni bilasiz. Misol uchun mana if deb oladigan bo'lsak ham, if deydi mana o'sha a katta bo'lsa 12 dan, print 12 dan katta. Aks holatda shunchaki shunaqa. 12 dan kichik deyilsa bo'laveradi. Mana. Endingi masala shu. Bu if else. Endi siz buni switch bilan ham qilsangiz bo'laveradi. Faqat switch bilan bu shart.
operatori. Bu. Ha, switch bo'lsa tanlov operatori. Sonra switch A'ni solamiz. A'ning qiymati qachondir 1 ga teng bo'lib qolsa, print 1 deb aytsam, 2 ga teng bo'lib qolsa 2, 3 ga teng bo'lib qolsa 3 yoki string bilan ishlatib ko'rsak bo'laveradi, mana misol uchun switchda. Qachonki mana uni ichida qiymati madad bo'lsa, print madad ta'lim desa bo'ladi. Misol uchun shunaqa qilsa bo'ladi. Hozir hech nima demaydi oxirgisi. Chunki qachon mana uni ichiga madad kelib qolsa, madad. Ya'ni switch tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, oson tanlov operatori, shunchaki tanlab beradi xolos. Boshqa hech nima qilmaydi. Ha, if else bo'lsa, bu yerda tekshirib beradi, shart operatori. Endi if else da anaqangi holati ham bor. Misol uchun if a teng bo'lsa 12 ga, else if a teng bo'lsa 11 ga, yana bitta else if yoki mana o'sha a teng bo'lsa 10 ga deb shart operatori else if bilan bir qancha marta bir narsani tekshirishi mumkin. Bu bitta holatda tugaydigan shart operatori. Else if bo'lsa bir qancha holatlar bilan qo'shib turib tekshiradigan shart operatori. Mana bu bo'lsa tanlov operatori. Bu raqam bilan ishlaydi, bu satr bilan ishlaydi. Endi men ternariyni o'rgataman sizga. Ternari xuddi mana bu koda a 12 dan katta bo'lsa 12 dan katta, a 12 dan kichik bo'lsa 12 dan kichigi. Mana 1 2 3 4 5 qator kod. 5 qator kodni ternari operatori nima qilish uchun ishlatadi? Soddalashtirish uchun. Ternari operatori soddalashtirish uchun ishlatadi. Misol uchun a katta bo'lsa 12 dan so'roq m degani. A 12 dan katta bo'lsa-mi? Misol uchun print a katta 12 dan sразу yopilmaydi. Yoki agar mana bu shartdan ha degan javob chiqsa, bu holatga o'tadi. Yo'q degan javob chiqsa, else mana bu ikki nuqta holatiga o'tadi. Shunda mana print a kichkina 12 dan. Bunda ikkita sharti bor ekan. Birinchi bo'lib o'ziga shart oladi. Birinchi bo'lib shart oladi. Birinchi holat, ikkinchi holat. Shu, mana shuni shunaqa qilib yengillashtirilgan. Lekin ternary operatori mana qilib tekshirmaydi lekin. Agar 12 dan katta bo'lsa-mi, shunaqa desin yoki bunaqa desin, yana yoki shunaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin deb ketmaydi. Yengil narsalarni osonlashtirish uchun ishlatiladi. Shunaqa. Men tez o'zi ham katta bor. Misol uchun 12 katta desam, aks holatda kichkina desam. Kodam qisqardi mana. Mana shu ternary operator bo'ladi. Endi if null haqida gaplashamiz. If null bu nima? Deylik double s double null barobar double s null barobar 3.2.3.
int natija barobar s'ni yukla desam qizaradi. Ya'ni men yerda aytishingiz mumkin, mana hozir mana qizardi, уже men ishda yoki null check qilish kerak. Null check qilsangiz ham ishlamaydi. Haligini o'rgatdim. Null bo'lmagan, haligini o'rgatdim. Agar shunaqangi kamchiliklari bo'lsa, null kelmaydi deb ishontirishingiz kerak dedim. Mana shu yerda ishlamaydi уже. Bu o'zgaruvchini o'zgaruvchi yuklab bo'lmaydi, chunki uni turi double, uni turi int. Lekin yuklash iloji yo'qmi? Bor. Tekshirib. Null check bilan. Misol uchun mana double ham to'g'rilaylik mana uni. Aralashtirib olmaylik, mana double. S'ni yuklasa bo'ladi. S'ni agar qiymati bo'lmasa, уже qizaradi. O'zi mana qarang, qiymati bo'lsa bo'lmasa qizaradi. Qiymati bo'lsa bo'lmasa qizaradi. Qiymati deylik mana yerda bo'lsa bo'lmasa qizaradi. Shunda biz qanaqa qilib yuklaymiz? If null bilan. Agar null kelib qolsa 0.1 ni tiqib ket. If null. If degan, agar degan, null degani null degan. Agar null kelib qolsa, agar s ga null kelib qolsa, mana uni qil. Agar null kelmasa, o'zi qolarsan. O'zi o'qimayapti. Shatda bo'lganligi uchun. Boshqa sahifalarda bo'lganda ishlar. Mana hozir Qo'ydim. Null kelib qoldi. To'qqiz kelib qolsa, qiymat kelsa qiymatini beradi, null kelsa mana uni beradi. Mana ko'ring. Qiymat kelsa qiymatini oladi. Mana. Qiymat keldi degani mana, qiymat keldi degani, qiymatni oldi degani. Agar qiymat kelmasa 0.9 da oladi mana. Null mana qiymat kelmadi mana. Keyin o'zini qiymatini olib ketdi mana. Mana shu narsa if null hisoblanadi. Ya'ni null bilan e'lon qilingan o'zgaruvchilarni boshqa o'zgaruvchilarga yuklab turganda yoki boshqa narsaga tenglab turganda bu null-ku desa, if null degan kodni ishlatasiz. Parse, try parselar haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, string son bor. Faqat satrlar ichida. Shu satrda ichidagi songa qo'shishim kerak 19 da. Satrga sonni qo'shib bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'ppa-to'g'ri. Satrga sonni qo'shish uchun nima qilish kerak deyilsa, satrdagi sonni chiqarib olish kerak deysiz. Uni qanday qilib qilamiz desiz? Parse, try parse orqali qilasiz. Misol, mana son ichidagi son qanaqa? Double mi, int mi, num mi? Farqi yo'q. Agar num qilsangiz hammasi o'tib ketaveradi. Misol uchun mana bu int natija int barobar int nuqta parse degani bor. Sonni berasiz buni ichiga. Parse bor, try parse bor. Farqini tushuntirib ketaman. Tasavvur qiling, men shuni natija intni chiqaraman betiga. Mana 120 chiqdi. Mabodo satr qatnashib qolsa-chi? Endi qarab turing. Good error. Mana hozir boshqatdan without debugging qilib run qilaylik. Ko'rdingizmi error oldi. Format exception invalid radix 10 sanoq sistemadagi birinchi xatosida o'zi xato bor mana. Endi xato kelib qoldi bilmasdan satr berish kerak, son berish satrda ichiga son berish kerak-da, son berib turib raqam yoki son berib turib belgi tiqib qo'ydi. Portlar bizning dasturimiz to'xtab ketishi kerakmi? Yo'q, to'xtashi kerak emas. Bu joyda biz mana shu yerda
parsni emas, pars ham qolarsan. Int natija int null barobar mana uni tipini null qilib qo'ysangiz, turini null qilib qo'ysangiz, int nuqta try parse degan bu. Bu faqat null qilib ochilingan o'zgaruvchi bilan ishlaydi. Mana ichiga son beraman. Portlashi kerak hozir. Chunki mana chiziqcha bu. Portlamadi, null keldi. Try parse harakat qilib ko'radi. Mana parse bilan try parse bor. Parse to'g'ridan-to'g'ri shap etib o'tvoradi. Try parse tekshiradi, ichida son bas satrmi yoki belgimi bormi? Demak null. Bo'ldi, u son emas. Sonda oldida satr bo'lsa, значит u son emas. Bu ham satr hisoblanadi. Shunaqada null o'tadi. Tekshiradi, agar zo'r bo'lsa, hammasi son bo'lsa, shuni songa o'girib chiqarib beradi. Ko'rdingizmi? Mana shu narsa. Bu parse bilan try parse.